Siz ham ijod qilib, uy sharoitida biron bir yengil bezagini yasab ko'ring. Agar sizda g'oya bo'lmasa, sizga Mansurxon Yo'lchiboyev yordam beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchaga ko'tarinki kayfiyat, bayramona kayfiyat tilagan holda bugun sizlarga sukkulent, ya'ni tosh atirgullardan o'ziga xos bayramona kompozitsiya tayyorlashga harakat qilamiz. Bahoni esa ishning so'ngida berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Albatta, har bir bayram kishi qalbiga o'zgacha shukuh bag'ishlaydi, ayniqsa yangi yil. Bu borada o'z o'rniga ega. Shu bois ham biz bugun tayyorlaydigan kompozitsiyamizni o'ziga xos, yangi yilga xos bo'lgan, uning turli atributlaridan iborat bo'lgan bayramona ko'rinishdagi kompozitsiya yasashga harakat qilamiz. Demak, dastlab biz uchun kerak bo'ladigan barcha anjomlarni hozir tayyorlab olganmiz stolimiz ustida. Ayni paytda bizga kerak bo'ladigan narsalar gullar kerak bo'ladi. Hozir issiqxonamizni ozgina aylangan holatda gullarni terib olamiz. Demak, biz ikki xil kompozitsiya tayyorlaymiz. Ya'ni biroz yorug'likka talabchan bo'lgan holatdagisi hamda yorug'lik talab qilinmaydigan xona ichiga, ofislar yoki ish stoliga mos keladigan kompozitsiya tayyorlashga harakat qilamiz. Buning uchun esa biz turli gullarimizdan olamiz. Mana shunday ranglari yorqin bo'lgan gullarimiz o'z navbatida quyosh nuri kerak bo'ladi bularga. Bu gullarimizdan yorqinroq kompozitsiya tayyorlab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, hozir bularni to'g'ridan-to'g'ri qirqib olyapman. Tomiri yo'q bo'lsa ham bular injiq emas. Uzog'i bilan bir haftalarda ildiz chiqarib nish urib otadi. Demak, pastdagi gullarimizdan ham olsak bo'ladi. Bu gullar shunchalik beyorki, hatto mana ozgina qiyshayib tuproqqa tegib qolgan qismidan ham ildiz otib ko'payib ketadi. Demak, bular mana marjon gullarimiz. Bular ham o'zgacha ko'rinish beradi. Juda ham chiroyli, estetik holatda. Hozir mana gullagan holatlari. Guli qanday ekan deb ko'pchilik so'rashadi. Mana shunday holatda gullaydi. Va har 10-15 santimetrda mana shunday tomirlari bor. Bu ham injiq emas. Tuproqqa tegib qolsa hisob ko'karib ketadi. Mana aziz gul shaydolari, gullarni terib oldik. O'zimiz uchun kerakli bo'ladigan taxminan fantaziya qilib ko'rdik qanday ko'rinishda bo'ladi va o'shanga moslab gullarni hozir olib keldik va hozir sizlarga yasab bermoqchi bo'lgan, tayyorlamoqchi bo'lgan kompozitsiyamiz ikki xil usulda bo'ladi. Ya'ni birinchisi tabiiy holdagi yog'ochga, ya'ni buni ustki qismiga. Ikkinchisi esa diametri 22 santimetrli bo'lgan sementdan yasalgan kashpotvokka. Ya'ni bunda tuproq qism bo'ladi. Mana shu ikki xil jarayonda kompozitsiyalarni tayyorlashni demak boshlaymiz. Demak, dastlab yog'ochga ishlov berib olamiz. Buning uchun bizga hajmi biroz yirikroq bo'lgan qum qog'oz kerak bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Buni ustki qismini tekislab olamiz. Va mana bunday ikkita yon qirralarini ham qum qog'ozda ishlab berib olamiz.
ya'ni ozgina silliqlashadi va albatta hozirgi paytda niqob taqib olish kerak edi. Ozmoz changiydi. Va mana shu holatda yonlarini tekislab chiqamiz. Bu o'ziga ham yassiroq holatda ko'rinish beradi va qo'l bilan ushlaganda ham qo'lni qirmasligi uchun. Demak, qisman bo'ldi. Endi esa mana bu yon tomoniga ozgina shakl beramiz. Mana shunday qilib ishlov beramiz. Ya'ni ozgina shilinishini hisobiga teri qavatidagi o'zini tabiiy holati va ichki tomondagi ozgina oq ko'rinishda chiqadi va o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi. Albatta buni hozir biz qo'lda qilyapmiz. Maxsus uskunalarda ham qilish mumkin. Unda ish anchagina tez amalga oshadi. Ya'ni vaqtdan foydalanish mumkin. Lekin hozir to'g'ridan to'g'ri yonimizda ushbu uskunalar bo'lmaganligi sababli qo'l mehnati orqali qilyapmiz. Hozir ko'pchilik odamlar faqat mana shunday holatda telefon yoki o'sha qotib qolgan holatda kompyuterda o'tirishadi. Bunday ishlar qo'l motorikasini ishlashiga foyda beradi. Demak, tozalab olamiz. Endi tabiiy holatdagi yoriq qismi bor. Buni ham ichki tomoniga kirgizgan holatda mana shunday qilib tozalab olamiz. Deyarli biz xohlagan holatga ko'rinishga keldi. Endi esa buni ustiga nimalar qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ustidagi hajm kichkina, ya'ni chegaralangan holatda mana bunday ko'rinishdagi archamiz bor. Bu archani yoriq qismiga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir taxminan qo'yib chiqaman. Xo'p, so'ngra bunga mos tushadigan, ya'ni qor parchalari shakli bo'lgan mana shunday ixchamgina tuvakchamiz bor. Albatta bunga gul ekamiz va qaysidir qismiga qo'yamiz. Endi bu yog'i fantaziya. Xohlasak, mana bunday kiyik aksessuarni ham qo'yishimiz mumkin. Yoki mana bunday holatdagisini ham qo'yishimiz mumkin. Sizningcha qaysi biri ko'proq mos tushadi? Meni tanlovim bunda. Agar buni qo'yadigan bo'lsak, o'sha haqiqiy o'rmon va bayramona kayfiyatni berishga xizmat qiladi. Demak, bularni qotirib olishni boshlaymiz. Ha, yana bizda mana bunday kichkina farishtalar ham bor. Bularni tabiat bizga o'zi tayyor joy qilib bergan shu yorig'iga keyinroq joylashtirib qo'yamiz. Bundan ham foydalanamiz. Demak, birinchi biz archani joyini shu yerda belgiladik va kiyikni qanday moslashtiramiz? Qaysi holatda tursa kompozitsiyaga mos tushadi. Archaga orqa berib turganimi yoki archani oldida turganimi? Bizda qaysi birida chiroyli kompozitsiya chiqadi. Deylik, bunda gul bor. Agar buni va buni qo'ysak, bu yoqqa tosh qo'ysak, mana shunda menimcha chiroyli ideya bo'ladi. Demak, mana shu holatni tanladik. Mana shu yerga qo'yishimiz mumkin. Demak, buni agar shunchaki yelim bilan qotirib qo'yadigan bo'lsak, albatta qiziquvchilar ko'p bo'ladi, ushlab ko'rmoqchi bo'ladi. Biz ancha, ayniqsa bolajonlar to'satdan ko'chib ketish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz ozgina boshqacharoq yondashamiz va mana shu holatda tag qismini chizib olamiz, oyoqlarini. Belgilab oldik. Ustalar qulog'iga bundoq qilib qo'yadi. Shunaqa qilib turaylik. Xo'p, bizga endi kerak bo'ladi drel yordamida. Demak, belgilagan joyimizni ozgina o'yib olamiz. Demak, mana shu tuyog'i joylashadigan joyni
ozgina 1,5 sm chuqurlikda o'yib olamiz. Demak, mana shu holatga, ko'rinishga keldi. Yana bitta mo'ljallab ko'ramiz. Deyarli to'g'ri. Endi esa bu yerga demak, mana bunday qizitilgan yelim bilan ichini to'ldirib olamiz. Endi esa joylashtiramiz. Ozgina kuch bilan bosib turamiz. Sababi ham oyoqlari shu teshikka joylashib oladi va yelim ozgina qotib oladi mana shu jarayonda. Va yana mana ustki tomonidan qo'shimcha sifatida yana ozgina yelim beramiz. Bu narsa yana ham mustahkamroq bo'lish uchun xizmat qiladi. Bu holatda bu anchagina mustahkamligi oshadi va har qanday tashqi ta'sirlarga chidab berishi mumkin bo'ladi. Endi esa archamizni joylashtirib olamiz. Buni ham qo'yadigan joyimizni taxminan belgilab oldik va u ham yaxshi joylashishi uchun mana shu chuqurlikka yoriqqa ozgina kile qo'shib boramiz. Va archani holatiga qaraymiz. Bizga chiroyli bo'lgan tomoni, ya'ni old tomonini egallaydi. Mana. Demak, sekin-asta to'lib boryapti. Xo'p, bizda dub daraxtining mana bunday mevalari ham bor. Demak, kuz oyida bularni terib g'amlab qo'yganmiz mana shunday jarayonlarda ishlatish uchun. Buni oxirida bezak uchun ishlatamiz. Xo'p, demak, gulimizni ekib olamiz. Bizda ikki xil tanlov bor. Bu oddiyroq ko'rinishdagi, bu ham o'ziga xos chiroyli holatda va bunisi o'sha zebra ko'rinishidagi havortiyamiz. Demak, bir ovozdan biz shunda qoldik. Mana shu ko'proq bizning kompozitsiyaga mos tushadi. Hop, bizda tayyor universal tuproq bor. Bu haqda ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu yerda torf, kokosiy substrat, perlit, vermikulit va qisman ozgina tuproq bor. Mana shu massa holati bu sukkulentlar uchun eng yaxshi holat hisoblanadi. Ya'ni ularning tomiri erkin holatda o'sishi uchun qattiq tuproqlar unchalik tavsiya qilinmaydi. Qanchalik tuproq g'ovaksimon bo'lsa, shunchalik gullar yaxshi o'sa oladi. Demak, buni mana shunday holatda qo'ydik. Katta gullarni ekish ancha oson. Kichik gullarda ozgina aniqlik va vaqt, sabr ham kerak bo'ladi. Sababi ularga anchagina ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Arzimagan harakat bilan sinib qolishi yoki boshqa holatlarga duch kelishi mumkin. Demak, mana shunday yonidan ozginadan solib bosib chiqamiz. Ya'ni o'sha hozir ochiq ildizda ekdik buni. Mana shu ildizlari to'liq tuproq bilan yopilishi kerak. Demak, bu kompozitsiyamizni qayerlarga qo'yish mumkin? Bu haqda ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana shunday havortiya oilasiga mansub bo'lgan gullar asosan to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurini yoqtirmaydi. Ko'pchilikda, misol uchun, uyida yoki ishxonasida quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushmaydigan, biroz soyaroq joylar bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshi gullar mana shu gullar hisoblanadi. Ya'ni qiynalmasdan bemalol o'sa oladi. Demak, mana bo'ldi. Ozgina tozalab tashlaymiz tuproqlarini atrofidagi. Va bunga ham chiroy bo'lishi uchun
ham o'zini tuproq qismini yaxshilab joylashishi uchun bezak sifatida kichik toshlardan joylashtiramiz. Mana bunday bu toshlarning ham o'lchamiga qarab har xil turlari bor. Bu eng maydasi, ya'ni mana shunday kichikroq bo'lgan kompozitsiyalarimizga mos tushadi. Biroz kattaroq hajmdagi kompozitsiyalarga esa ozgina yirikroq toshlar bor. Demak, har birini o'ziga mos tarzda ishlatish chiroyli ko'rinishga olib keladi. Demak, mana buni ham joylab oldik va yana ozgina kuch bilan bosib joylashtirib olamiz. Demak, mana gulni ekib oldik. Ozgina suv berib qo'yamiz bunga. O'zi qish kunlarida bular u qadar ko'p suv ichmaydi. Mana shunday holatda yuqori qismidan bo'ldi. Mana shu suvimiz bizga bemalol bir haftagacha yetadi. Uy sharoitida bir haftagacha ushlab turish mumkin. Albatta, hammada sharoit har xil. Agar tokchangizni tagida issiqlik manbai bo'ladigan bo'lsa, ya'ni radiatorlar bo'ladigan bo'lsa, har qanday gullarning tagi tez namligi tez parlanib ketishiga xizmat qiladi. Mana shunday joylarda esa ko'proq sug'orishingizga to'g'ri keladi. Albatta, har qanday gullarni ham joyini to'g'ri tanlash va inobatga olish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi jarayonimiz, demak bizda gulimiz tayyor bo'ldi. Demak, bu qismga joylashtiramiz. Bizga yana nima kerak bo'ladi? Mana shunday toshni ham atribut sifatida foydalanishimiz mumkin. Har xil qo'shimchalar qo'shish mumkin. Mana bunday holatda agar bu archa bo'lmaganda buni qo'yish mumkin edi. Yoki mana bunisini qo'yish mumkin. Chiroqchalar yonadi. Kechqurun o'zgacha bir kayfiyat ham berib turishi mumkin. Demak, bizda joy cheklanganligi uchun bular biroz qo'polroq bo'lib qolish ehtimoli bor. Mana bunday fonuslar bor. Demak, bularni ham qo'yib bundan ham foydalanishimiz mumkin. Demak, endi toshni joylashtirib olamiz. O'zini tabiiy holatdagi joylashadigan holatini hisobga olamiz va mana shu joydan bunga ham ozgina yelim ishlatamiz. Ko'targanda, joyini o'zgartirganda, demak, mana shu aksessuarlarimiz tushib ketmaydi. Xo'p, archamizning orqa tomoniga esa kichkina bolakayni joylashtiramiz. Bu yerga ham ozgina yelim qo'yib olamiz. Ya'ni u ham yaxshigina joylashib o'tirib olishi uchun. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, bolakay xayol surib o'tiribdilar archaning tagida. Demak, buni ham dub daraxtining mevasini ham shu yerga joylashtiramiz. Xo'p, demak, old tomonimizga pastdan chiqib kelayotgan xon qizi. O'zi qishda xon qizini uchratish qiyin, lekin biz bezak sifatida kompozitsiyamizga ozgina kolorini, ya'ni rang bag'ishlaydi. Biroz sovuqroq holatdagi ranglar jamlanmasi bo'lyapti. Shu bois ham qizil rang o'zgacha ko'rinish beradi. Demak, mana tabiiy yog'och ustiga tayyorlagan kompozitsiyamiz soddaroq ko'rinishga ega bo'lsa ham, gullarimiz donasi bitta bo'lsa ham va qo'shimcha aksessuarlar bilan boyitilgan holatda mana shunday ko'rinishga keldi. Yangi yil bayramiga bir o'zgacha sovg'a sifatida berish mumkin. Har qanday interyerga mos tushadi va uzoqroq muddat sizga kayfiyat bag'ishlab turadi.
kompozitsiyamiz tayyor. Endi esa o'rin almashtiramiz. Biz esa mana bunday kattaroq hajmdagi tuvagimizga navbatdagi kompozitsiyani boshlaymiz. Demak, mazkur tuvagimizning diametri 22 sm, kattaroq hajmga ega. Shu bois ham buni tag qismiga drenaj sifatida kokosli substratdan, ya'ni ajratib olingan, elanib olingan mana shunday tabiiy holatdagi po'stoqlarini qo'yib chiqamiz. Ya'ni bu nima uchun xizmat qiladi? Suv quyganda yoki namlik ortib ketganda ortiqchasini o'tkazib yuboradi, chiqib ketadi va o'zida namlik ushlash xususiyati ham bor. Shu sababdan ham uzoqroq muddat suv quymasligingiz mumkin. Esingizdan chiqib ketgan taqdirda ham bemalol 15 kun, 20 kungacha o'zidagi namlikni ushlab tura oladi. Demak, pastki qismiga solgandan so'ng universal tuprog'imizni solishni boshlaymiz. Ozgina kuch bilan bosib chiqamiz yoki mana bunday holatda ham joylashtirib olishimiz mumkin. Sababi kokosli chipsni oralariga ham joylashib oladi. O'zimiz mo'ljallagan holatda solib olamiz. Zarurat tug'ilsa, keyin yana to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha bo'ladi. Demak, bu kompozitsiyamizga imkon qadar orqa tomoniga balandroq, o'rtasiga o'rtacha va oldiga past bo'yli gullarni terib chiqishni boshlaymiz. Demak, orqa tomonimizga mana shunday holatdagi gul shoxlarimiz. Bu gullarimiz hozir mana ko'rishingiz mumkin, tomiri yo'q-ku degan savol bo'ladi, albatta ko'pchilikda. Tomiri bo'lmasa ham bularda, deylik, mana shuni misol keltiradigan bo'lsam, shuni qirqib uzib qo'yganimga 1 oydan oshdi. Adashmasam shu noyabr oylarining o'rtalari edi. Agar bular oddiy o't bo'lganda 1 kunga ham yetmasdan qurib qolgan bo'lardi. Bularni o'zidagi shunday tabiatan xususiyati shundayki, o'zini bargida va tanasida keragidan ortiqcha suv saqlaydi. Shuni hisobiga uzoqroq muddat hattoki tomirsiz, hattoki tuproqsiz ham jon saqlay oladi. Ya'ni mana shu holatda shundoq tiqib qo'ysangiz yoki shunchaki qolib ketgan taqdirda ham bemalol ildiz otadi. Mana gap isboti bilan bo'lsin deganlarga mana shu ham 1 oy bo'lgan, shunchaki uzib qo'yilgan. Va agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu joylaridan qizil holatdagi tomirlari chiqishni boshlagan. Mana pastki barglarida biroz suv qochgan, yuqoridagi qismlari esa yaxshi holatda turibdi. Bular o'zi tabiatan suvsizlikka juda ham chidamli gullar. Bizda ko'pchilik quritib qo'ydim yoki xalq tilida aytganda o'ldirib qo'ydim deyshadi. Faqatgina buni o'ldirib qo'yish uchun ko'p suv quyish kerak. Ya'ni ko'p suv quyilishi natijasida bular chirib qoladi. Tana qismi va barg qismlari ortiqcha suvni ko'tara olmaydi va natijada chiriydi va nobud bo'ladi. Shu bois ham bu gullar bilan suv bilan ishlaganda mana shu jihatlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Demak, toshlarimizdan ham foydalanamiz. Yuqorida mana shu bel qismlaridan to'xtovsiz bilan tomirlar chiqarib turadi. Odatda ko'pgina gullar mana shunday qayta ekilayotgan paytda yoki joyi yoki tuprog'ini almashtirganingizda stressga tushib qoladi. Bu gullarda unaqa muammo yo'q. Bu gullarning bag'ri shunaqa kengki, stress nimaligini ham bilmaydi. Men shunaqa deb ta'rif beraman bularga. Haqiqiy matonatli gullar. Eng qiyin sharoitlarda ham o'sib keta oladi. Xo'p, bu gullar asosan issiq mintaqalarda o'sadi. Agar tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, o'sha
ekvator chizig'ini atrofidagi bo'lgan davlatlarda. Biroz tropik va subtropik bo'lgan mamlakatlarda eng ko'p tarqalgan, ya'ni cho'l hududlarida. Shu yuqorida aytdim, o'zida tanasida va bargida ko'p suv to'plaganligi bois ham uzoq muddat suvsiz bo'lgan hududlarda ular juda ham yaxshi o'sadi. Umuman olganda bizda ham issig'imiz yetarlicha darajada, yoz oylarida qiynalmaydi. Faqatgina mana shu qishdagi minusli haroratlardan ehtiyot qilib turilsa bo'ldi. -2, -3 gradusgacha ham chidaydi. Ya'ni o'zimizni tajribadan o'tgan bu narsa. Undan oshiq bo'ladigan sovuqlarda qiynalishi tabiiy. Biz mazkur kompozitsiyaga ham ozgina bayramona, ya'ni bayram shukuhini berishimiz kerak bo'ladi va hozir o'ylayapman, nimalar qo'ysak bo'ladi. Keling, fonarni shu yerga qo'yaylikmi? Qo'ysak qanday bo'ladi? Agar shu yerga qo'ysak, bu yoqda uychamiz bo'lsa va atrofida gulzor bo'lsa, menimcha yomon chiqmaydi. Demak, atrofini to'ldirishni boshlaymiz. Quvvati ketib qolmasligi uchun o'chirib qo'yamiz. Demak, yuqorida aytganimdek, tuproqni vaziyatga qarab sekin-sekin to'ldirib borsak bo'ladi. Demak, ozgina xo'p, bu yerda fonar tursa, fonarga hamohang deymizmi? Mana shu gulimizni joylashtirsak, menimcha hech kim qarshi bo'lmaydi. Xuddiki fonar yonganda o'zidan mana shunday olovrang shu'la chiqargandek taassurot berishi mumkin. Demak, mana bunday qiyshiqroq o'sgani ham qaysidir ma'noda bizga qo'l keladi. Ya'ni mana shu toshning pastki qismiga shundoq joylashtiramiz. Ham tana qismi tuproq ostiga kiradi, ham shu yerga joylashadi. Bo'yi past gullarimizni esa old tomonga qo'yamiz. To'g'ri joylashtirib ketaylik. Yelim qilish ham shart emas ekan. Gullarni o'zi siqib olib ushlab qolar ekan. Demak, buni oldiga biroz kattalikdagisi. Endi esa ozgina rang aralashtiramiz. Demak, bu gulimizdan bu yoqqa ham qo'yamiz. Ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Bu kompozitsiyamiz yorug' yetarli bo'lgan joylarga qo'yiladi. Shu bois ham biz faqatgina yorug'ida yaxshi o'sa oladigan gullardan foydalanyapmiz. Asosan biz kompozitsiyalar tayyorlashda 3 ta jihatni inobatga olamiz. Ya'ni yorug' sevar, o'rtacha holatdagi, quyosh bir tushib o'tib ketadigan va mutlaqo quyosh tushmaydigan soya salqinli xonalar. Mana shularni inobatga olgan holatda gullarni yoki kompozitsiyalarni tayyorlab xaridorlarga, mijozlarga taqdim etamiz. Bu narsa nima uchun xizmat qiladi? Ya'ni bizdan xarid qilgandan so'ng ham o'sha uzoq muddat ularni xonalarida o'sishi va ularga kayfiyat bag'ishlab turishi uchun. Agar buni hammasini aralash qilib ekib tashlanadigan bo'lsa, albatta yorug' yoqtirmaydiganlari o'z holatini yo'qotadi yoki soyaga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, mana bunday rangli holatdagi gullarimiz uzog'i bilan 1 hafta 10 kunda o'zini rangini yo'qotadi va shaklini ham yo'qotadi. Albatta bu shunchaki gulni nobud qilish hisoblanadi. Shu bois ham har bir gulga to'g'ri yondashgan holatda o'zini joyiga qo'yish tavsiya etiladi. Demak, mana bu gulimizda ham tomir yo'q. 1 haftalar oldin kesib qo'yganman. Bu gulimiz ham juda ham beyor. Tuproqqa tegmasa ham tomir chiqaraveradi. Demak, buni bu tomonga joylashtiramiz.
ya'ni uychani orqa tomonida turadi. Mana shunday tartibda sekin astalik bilan old tomonga qarab to'ldirib kelamiz. Va buni ham inobatga olib qo'yishimiz kerak. Shu yerda ozgina adashdik. Demak, buni olamiz. Ya'ni yetarli joy qolmadi. Endi yaxshi. Demak, sal bu yoqqa eksak bo'lar ekan. Tag qismini ozgina qiya qilamiz va yotgan holatda bo'yi pasayadi. Yonidagi gullarga to'g'ri proporsional holatda joylashadi. Demak, mana shu hudud bizda bo'sh. Bu yerga mana shu gulimizni joylashtirsak bo'ladi. Bu tomirlari o'zi asli buni tomirini kesib tashlashimiz kerak. Shundoq kesamiz. Bo'ladi shu. Yangi kuch bilan yana ham o'sishga harakat qiladi. Xo'p, bizga yana nimalar kerak? Demak, marjon gullarimiz. Buni ikki tomondan eksak ham bo'ladi. Ya'ni mana shu ildiz chiqargan joyini tuproqqa yaxshilab kirgizamiz va bu yog'ini yerda qoldirib turamiz, oxirida joylashtiramiz. Ish stolimiz ozgina to'ziyapti. Aybga bermaysizlar. Aytishadi, ish bor joyda xato bor. Ko'pchilik aytishadi, yuraging siqilib ketmaydimi shuni amayda ish qilgan deyishadi. Yo'q, qaytaga yurak kengayadi. Kayfiyat ko'tariladi. Oxirida agar natija chiroyli bo'ladigan bo'lsa, hamma qiyinchilik, mashaqqatlar esdan chiqib ketadi. Demak, umumiy o'ylagan natijamiz hozir shu yergacha amalga oshdi. Endi esa bezak qismini qo'yib olamiz. Ya'ni bizga ikki xil rangdagi toshlarimiz kerak bo'ladi. Jigar rang va oq. Jigar rang toshlarimizni orqa tomonini yopib chiqish maqsadida foydalanamiz. Ya'ni bu ham bezak beradi, ham gullarni mustahkam turishi uchun xizmat qiladi. O'zi aslida bitta bularga suv sepib, keyin toshlarni qo'yish to'g'ri bo'lar edi. Lekin birinchi navbatda hozir tuproqning o'zi namligi yetarli. Agar bunga hozir yana suv qo'yadigan bo'lsam, yuqorida aytgan gapim, o'zim bu gullarni tanasidagi suvlarni yana ham ko'paytirib yuboraman va mijozga borgungacha chirib qolish ehtimoli bor. Shu bois ham hozir suvdan foydalanmayman. Toshlarimizni yaxshilab bosib qo'ysak bo'ladi. Ular asosiysi bezak vazifasini bajaradi. Shu bilan birga qaysidir ma'noda namlikni ham saqlashga xizmat qiladi. Xo'p, deyarli tayyor. Demak, bu yerga joylashadi. Bizda yana sun'iy qorlar bor. Foydalanib ko'ramiz. Qanday chiqarkan. Bir necha kun oldin qor yog'ib o'tgan. O'sha qorimiz qolgan mana. Xo'p, buni endi sekin joyiga qo'yib olishimiz kerak. Ba'zida mana shunday ideyalar keyin kelib qoladi. Ishlashga to'g'ri keladi. Demak, mana. Buni shunchaki mana shu yerga qo'yamiz. To'lib tursin. Demak, hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi kompozitsiyamiz ham tayyor. Albatta buni tungi holatda chiroqlarni yoqib qo'ysangiz, o'zgacha ko'rinish beradi va baho berishingiz mumkin. Bayramga bayramona mana shunday gullardan iborat kompozitsiya. Mana aziz yurtdoshlar, biz ishimizni tugatdik. Shu fursatdan foydalanib barchani
mana shunday shukuhli bayram bilan chin dildan samimiy qutlayman. Har doim oilangizga tinchlik va xotirjamlik hamroh bo'lsin. Sog'lik va salomatlik doimo sizni tark etmasin. Har qanday faslda, har qanday holatda ham yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Eng yaxshi kunlaringizda mana shunday chiroyli va o'ziga xos betakror gullar bilan yaqinlaringizni tabriklashingiz mumkin bo'ladi va bir umrga eslarida, xotiralarda qoladigan bir sovg'alardan biri bo'lib qoladigan umiddamiz. Bayram muborak bo'lsin.